Hammaga narxi qiziq shu go'zal tandirlarimizni mana shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, sizga Instagram o'zi avtomat tarzda yozib yuboradi. Mana shu masjidning nomini bilsanglar, kommentariyada aytib o'tarsizlar. Tandir mana podarkaga keldi. Dastavka qilib olib kelib berdik. Hammaga shunaqa podarkalar nasib qilsin. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, plus belgisini qoldiring. Sizga narxini albatta yozib yuboramiz. Go'shtni ham pishirib olsangiz bo'ladi. Kuxnilar bor, lekin tandir qilsangiz yomon bo'lib ketyapti. Sizni dizayningizga mosidan qarang, qanaqasidan yasab qo'ydim. Dizayningizga cho'tki tushadi. Mana okamizning letniy kuxnilariga olib keldik. Xudo xolasa tandirimiz mo'tadil, gulli, chiroyli krishkasi, siqchovlisi, tandir go'sht, tandir stekli uchun nirjavikidan bo'lgan nabori. Ichida tandirimizning garilkalari turibdi. Garilkani orqadan teshig'i bor. Mana shu gazni ulab qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bu ko'k narsa qo'lingiz kuymasligi uchun kulli ustini yopagani. Mana ichida garilkalari turibdi. Bu tandirda o'tinda qilsam kulini qayerdan olaman deb o'tganlar uchun mana kuli pastiga tushadi. Tortmasi bor. 4 ta baloni bor. Joyini o'zgartirib maza qilib ishlatib yurasiz mana shu tandirni. Bilaman, narxi qiziq sizlarga, lekin bizga sizlarda narxi nech pul deyishinglar qiziq. Aktivimiz uchun to'g'ri tushunasizlar. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, plus qoldiringlar. Sizlarga albatta narxini yozib yuboramiz. Oka, sizga ham narxini yozdimmi kommentariyada? Plus qoldirdilar, narxini yozdik, kelishdi, olib kelib berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.